jami shundan deyishadi. Keyin men aytaman, operatsiya bu yechim emas deyman. Nechta ayol operatsiya qildirib kelishadi, lekin 1-2 oy yaxshi yurishadi, 3-4-oydan уже yomon holatlar yuzaga keladi. Yana o'sha holat takrorlanaveradi. Bittasi shu, ikkinchisi bu biza qachonki CD qopimiz tushgandan keyin operatsiya qildiradigan bo'lsak, ayollarda mana shu CD qopi turadigan joyida eng chувствительность tarafi borda, ya'ni G точка, orgazm oladigan tochkamiz, G tochkamiz joylashgan bo'ladi. CD qopimiz joylashgan joyda bizani juda ham chувствительность yuqori bo'lgan G tochkamiz joylashganda, orgazm oladigan, vaginalniy orgazm oladigan tochkamiz. Agar ne day bo'g' o'sha tochkaga tegib ketsa, operatsiya paytida siz butun umr orgazm ola olmaysiz. Ya'ni ayollik energiyasini mazza qila olmaysiz butun umr. Endi siz yaqinlikdan mazza qila olmadingizmi, u yuvinib chiqqaningizga ham arzimaydi, vaqtingizni ketkazganingizga ham arzimaydi. Endi erkak kishi mazza qildira olmasa, ayol kishi yaqinlikdan zavq olmayotganini ko'rgan erkak kishi boshqa ayollarga ketishni boshlaydi. Chunki siz o'sha orgazm olganingizda erkakka boshqacha energiya berasiz. Uni geroyligini nimadir qilib sizni mazza qildirayotganini his qildirasiz. Agar siz mana shunaqa taxtada yotirsangiz, orgazm ola olmasangiz, chувствительность o'lib ketgan bo'lsa, sezuvchanlik umuman yo'q bo'lsa, u erkak sizdan ketishi, uzoqlashishni boshlaydi. Ya'ni munosabatlar sovuqlashishi va uchinchi shaxs aralashuvi bo'ladi. Endi qaranglar qizlar, o'zi CD qopi nima sababdan tushadi? O'zi asl sababi nima? Nima sababdan peshob ishlab tura olmasligi yuzaga keladi? Nima sababdan tug'ruqdan keyin yoki yillar o'tib peshob ishlab tura olmasligi yuzaga keladi? Hozir sizlarga birin-ketin sabablarni aytib o'tib ketaman. Misol uchun siz tug'ruqdan keyin peshob ishlab tura olmasligi yuzaga kelgan, siz o'zi bizani qinimizga, ya'ni CD qopimizga ozgina peshob mo'ljallangan. Biza hali u ovqatimni qilib oling, hali u ishimni qilib oling, bolam yig'lab qoldi, boshqa qilib CD'imizni ushab yuraveramiz. CD qopimizga mo'ljallangandan ko'proq CD tushganning hisobiga, og'irlik tushganning hisobiga bizada mana shunaqa, mana qaranglar, bu bizani mana toza osti mushaklarimiz. Mana o'zi norma holatda, mana CD qopi mana shunaqa holatda bo'ladi, to'g'ri turgan holatda. Tushgani mana shunaqa pastga og'ib, qopi tushib ketgan bo'ladi. Endi qaranglar, CD qopiga og'irlik tushgandan keyin CD sfinkterlari bo'shashib ketadi. Va mana bu yerda og'irlik tushib, mana shu yerda mikrob, infeksiya, bakteriyalarni yig'adi. Mana bu yerdagi CD'imiz mana bu CD sfinkterdan chiqib ketadi, lekin mana bu yerdagilar qolib ketaveradi, bijig'ib yotaveradi. O'shaning uchun siz tez-tez sistit bo'lib qolasiz. Siyganingizda ham juda ham o'tkir hidli CD ajraladi va mana shu yerda qolib ketayotgan CD'lar hammasi organizmimizga birinchidan zahar ishlab chiqaradi. O'shaning uchun siz tualetga kirganingizda ham oxirgacha bo'shanmaganlik hissi bo'ladi, CD qopingizda CD qolib ketadi, nimadir qituvlab turgandek bo'ladi va aksirganingizda, yo'talganingizda CD sfinkteringiz bo'shashib ketganning hisobiga peshob chiqib ketaveradi. Menga hozir bitta ayol kelyaptilar, 50 dan oshganlar, ular 18 yildan beri peshob ishlab tura olmaslikdan qiynaladilar. Konkretno qiynaladilar. Aytyaptilar, Madinaxon, men bilmaganman. Momolarimiz ham, onalarimiz ham, buvilarimiz ham yuraverishgan, mana shunaqa 10 qavatlab dokoramonlar qo'yib yuraverishgan. Mana shu norma holat deb bilganman men. Mana shu sizni kuzatib, bilib, reklamalarda chiqib qoldingiz, o'shandan ko'rib men sizni oldingizga keldim. Nahotki shuni davosi bor, nahotki mazza qilib ko'chalarda yugurib yura olaman, nahotki mazza qilib pamperslarsiz yura olaman, urologический paketlarsiz yura olaman, tahoratlarim sinib qolmaydi, mazza qilib ibodatlarimni qilish ilojisi bor ekan deb yugurib oldingizga keldim dedilar. Rostdan qizlar, ilojisi bor. Shunaqa, endi bu yosh kattalar zo'r natijaga chiqib ketganlar. Keyin yoshlarda bo'lsa, yoshlar hali men yoshman-ku, nimaga bunaqa bo'lyapti deyshadi. Bu yosh tanlamaydi qizlar. Sizlar tug'ruqdan keyin toza osti mushaklariga e'tibor bermaysizlar. Peshobinglarni ushab yuraverasizlar. Ayniqsa u sizlar shamollaganinglarda, gripp bo'lganinglarda shundoq sharillab oqib ketadi. Pamperslar tutib yurasizlar. Men aniq bilaman, chunki ko'pchilik aytadi.
Eringlar oldida ham u pampersni tutib yurishinglar, prokladkalar qavat qo'yib yurishinglar, mayli qo'yib yurarsizlar, lekin u o'zidan har xil badbo'y hidlar tarqatadi. Hozir уже avtobuslarda ham aytishyapti erkaklar, уже qaranglar, deb yuzinglarga atir upa sepmasdan sal pasinglarga ham qaranglar, уже chidab bo'lmayapti, oldinglarda turib bo'lmayapti deyishadi. Keyin mayli sizlar hozir yoshsizlar, lekin bu muammolaringlar yosh o'tgan sari hozir sizda aksirganda, yo'talganda chiqib ketayotgan bo'lsa, ertaga yurib turganingizda ham chiqib ketadigan bo'ladi. Chunki bizning organizmimiz borgan sari bo'shashib boraveradi. Biz uni mustahkamlamasak, o'zidan o'zi peshob ishlab tura olmaslik, qin sohasidagi kengliklar, tushishlar, kengayishlar ketmaydi. Qachonki mashqlar qilib, intim gimnastika bilan shug'ullansagina o'shanda ketadi. Mushaklarimiz baquvvatlashib, harakatga kelib, qon aylanishi yaxshilanib, o'shandagina mana shu muammolaringiz bartaraf bo'ladi. Va yana misol uchun mana aytyapman, hali yoshingiz katta bo'lganda 40-50 yoshda ham уже aytadi kelgan nevaralaringiz, boshqalaringiz hozir yosh buvijonlar juda ham ko'p. Voy oyi, mana shu bu moldaga kirganimda pampers kiydi keladi-ye. Sal mundoq xonalarni mundoq shamollatib yuboraylik deyshadi. O'shanda уже yer yorilmadi, yerga kirib ketmadingiz. O'shaning uchun mana shunaqa holat bo'lmasligi uchun hozirdan birinchi navbatda o'zingizni sog'lig'ingiz, ikkinchi navbatda o'zingizga ishonchingiz oshadi, peshob ishlab tura olmasligingiz ketsa, uverenniy aksirasiz yo'talasiz, oyog'ingizni manbaga chalishtirib olmasdan. O'shaning uchun hammasi o'zimizning qo'limizda. Dori-darmonni foydasi yo'q. Konkretna foydasi yo'q. Faqat mashq qilib tabiiy yo'l bilan foydasini topaman. 53 kilo bo'lganman turmushga chiqqanimda. Уже meni farzandim og'ir bo'lgani uchun, vesi og'ir bo'lgani uchun pochkamni bosib qolgan va menda suv yig'ish kuzatilgan. 53 kilodan 80 kilogacha bo'lib ketganman. O'sha 9 oygacha va 41 haftadan o'tib tuqqanman farzandimni, birinchi farzandimni va menda yaxshigina 4 kilo 200 tuqqanim hisobiga yaxshigina qinimda o'zgarishlar bo'lib ketgan. Va o'sha paytda ginekologga aytganman, nima qilamiz endi, tiktirib tashlaymizmi, endi qinim kengayib ketdi, nima holat bo'ladi desam, voy kegel mashqlarni qil, hammasi yaxshi bo'lib ketadi deyishgan. Bilaman, juda ham ko'pchilik ayollarga shunaqa deyshadi, lekin kegel mashqlarni siz ko'r-ko'rona qilishingiz mumkin. Men ham ko'r-ko'rona qilganman. Hozir umuman esimda yo'q. To'g'ri qilganmanmi, hayz paytida qilganmanmi yoki to'g'ri nafas olganmanmi, nafas qanaqa bo'lgan, hozir eslasam umuman esimda yo'q. To'g'risini aytsam, qanaqa qilganim, chunki internetlarda qanaqa qilish aytishadi, lekin metodikasini sir saqlashadi, umuman aytishmaydi. Misol uchun o'sha paytda men qinimni toraytiraman deb, qornilarimni, sonlarimni qimirlatib, nagruzka tushirgan bo'lsam, battar u holatim og'irlashib ketgan. O'shaning uchun siz internetdan ko'rib olaman, kegel mashq ekanda, oddiy-ku, shunga ham endi pul to'lab o'qish shartmi deb o'ylasangiz, juda ham katta xato qilasiz. Chunki meni oldimga keladigan qizlar, voy men kegel qilib yuraman o'zi deyshadi, darsdan keyin, voy qarang, noto'g'ri qilar ekanman, mana endi bildim deyshadi. O'shaning uchun siz ham nabarot holatingizni yaxshilayman deb yomonlashga o'zingiz qo'lingiz bilan qo'l urib qo'ymang. O'shaning uchun yaxshilab bu sohada o'qigan mutaxassisga borib, holatingizni yaxshilashga kirishishingizni maslahat beraman va yana hozir sizga kegel mashqlari bilan intim gimnastikani farqini tushuntirib o'tib ketaman. Qizlar, hozir sizlarga mulyajda tushuntirib ko'rsataman, qanaqa ishlashini, intim gimnastika bilan kegelni farqlarini. Endi qaranglar, bu yerda mana bizani qinimiz bo'lsin, mana bu jinsiy lablarimiz, mana bu bachadonimiz, mana spiral mana mashta turadi, ipi mashdan chiqib turadi, mana bu tuxumdonlarimiz. Biza qanaqa ishlaydi? Kegel mashqlari bizani yuzaki mushaklarimiz bilan ishlaganning hisobiga natijasi vaqtinchalik. Biza qinimizni ichki mushaklar bilan ishlaganimizning hisobiga intim gimnastika trenajyor kursimizda bizada mana shu bachadon tushishini, orqa ichak tushishini, CD qopi tushishini mana shu ichki chuqur mushaklarimiz bilan ishlaganimizning hisobiga ko'tarilishi bo'ladi. Hozir men sizlarga trenajyorni ko'rsataman. Mana qaranglar qizlar.
Mana mana shunaqa upakovkada bo'ladi trenajyorimiz. Mana mana shunaqa upakovkada. Men hozir bo'tga chiqarib qo'ydim, ichidan olib. Ichida nima bo'ladi? Bu sog'liq uchun mutlaqo bezarar, vibratsiyasi yo'q, shahvat qo'zg'atmaydi. Trenajyor hisoblanadi. Mana mana shunaqa komplektatsiyasi chiqadi. Buning ichida mana mana shunaqa merniy qog'ozchasi chiqadi. O'zingizni holatingizni bilib borasiz trenajyor bilan shug'ullanayotganingizda va bizani bilasizlar, juda ham mashhur geshalan texnikasi, suv tortish texnikalarimiz mana mana shu meditsinskiy shlanka orqali qilinadi. Ya'ni buni qiningizga tiqasiz 5 sm bu yog'iga. Xohlasangiz shundan olsangiz bo'ladi, 2-3 metr. Xohlasangiz xo'stavarga kirib, ulashga shlanka olib suv tortish amaliyotini bemalol bajarsangiz bo'ladi. Bular hammasi kurslarimning ichida o'rgatiladi. Tak, endi qaranglar qizlar. Buni ochamiz. Sizlarga ichini ko'rsataman. Mana mana shunaqa komplektda mana mana shunaqa chiqadi. Mana ochib oldik. Endi qaranglar, mana mana shunaqa narsa chiqadi qizlar. Mana buning ichida mana mana shunaqa komplektda 3 ta komplekt chiqadi. Ya'ni mana mana shu narsa trenajyor. Hozir buni paketidan ochib ko'rsataman va mana mana shunaqa chiroyli rangda gruzik chiqadi. Bu boshlang'ich kursda qilinadi, ya'ni boshlang'ich endi yangi boshlaganda qilinadi, chunki qinimizga birdaniga nagruzka tushirib yuborishimiz bizani xatoyimiz hisoblanadi va mana bu etapma-etap katta gruzikka o'tiladi. Ya'ni nima desa bo'ladi, yana-ham mustahkamlash uchun, nagruzkani ko'paytirish uchun mana shu gruzikka o'tiladi. Bu menda qizlarim уже 2 oylik kursimiz bo'lsa, kursimizni uzunligi 2 oylik bo'lsa, onlaynimizni уже 2-oydan bunga o'tishadi. Endi holatiga qarab. Tak, mana ochamiz buni. Ochganimizda buning ichidan mana shunaqa trenajyor chiqadi. Buni dezinfeksiya qilib, mana qinimizga tushirib qo'yamiz. Mana mana shunaqa holatda bo'ladi. Mana mana shunda joylashtiramiz buni qinimizga. Qinimizni ichki mushaklari bilan ishlaymiz shu trenajyor orqali. Mana nagruzka tushirish uchun mana shu nagruzka tushirish uchun ulab olamiz. Mana mana shunaqa holatda qinimizni, mushaklarimizni ishlashini hisobiga, qon yaxshi aylanishini hisobiga barcha muammolarimiz, ya'ni peshob ishlab tura olmaslik, qin sohasidagi kengliklar, tushishlar, kengayishlar, bachadon 1-2 darajali esa orqa ichak tushishi, CD qopi tushishi, gormonlarda muvozanati yo'qolishi, hayz davridagi og'riqlar, hayz kelmasligi, hattoki bepushtliklarni ham yechimi shu trenajyor bo'lyapti. Endi hammasi Allohdan, bu bir sabab. Qizlar, endi sizlarga o'sha mashhur hech qayerda sotuvda yo'q, avtorskiy pravaga ega, faqat bizani kursimizga qatnashchilariga beriladigan trenajyorimiz haqida ma'lumotlar berib ketaman. Bu trenajyorimiz sog'lig'ingiz uchun mutlaqo bezarar, shahvat qo'zg'atmaydi, vibratsiyasi yo'q, kursdan tashqari hech qayerda sotuvda yo'q, bu sotilmaydi, faqat kurs qatnashchilariga beriladi. Nimaga bunaqa beriladi? Chunki siz bu trenajyorni sotib olganingiz bilan siz buni qanaqa ishlatishni bilmasangiz, metodikasini bilmasangiz, bu hammasi bir tiyin servantga yasatib qo'ysangiz ham bo'ladi. Chunki mana qaranglar qizlar, tasavvur qilinglar, osh yeginglar kelyapti-da. Sizlar masallig'ini olib keldinglar, lekin qanaqa tayyorlashni bilmaysizlar. U osh emas, sho'la chiqishi mumkin, mastava chiqishi mumkin, yana nimadir narsalar. Lekin osh yeya olmaysiz. Chunki siz uni qilish metodikasini bilmaysiz. Bu ham xuddi shunaqa. Siz trenajyorni qayerdandir olishingiz mumkin, lekin metodikasini bilmasangiz, siz kutilgan natijani ola olmaysiz. Trenajyor sog'lig'ingiz uchun mutlaqo bezarar. Yana bir marta qaytarib o'taman. Shlankasi ham meditsinskiy shlanka va bu mana kurs ishtirokchilarimga kursim ichida bonusga taqdim etiladi va sizda bir umr xizmat qiladi. Misol uchun kurslarimiz tugagandan keyin uyda o'zingiz bemalol trenajyordan foydalansangiz bo'ladi. Kurslarimizga mana 2 oy bo'lsa, onlaynimizda 2 oy, offlaynimizda, ya'ni zalga kelib shug'ullanish 1 oy bo'lsa, sizda yopiq Telegram kanal bo'ladi. Undan 6 oy davomida bemalol foydalansangiz bo'ladi. 6 oy davomida u darslarni polni yodlab olasiz va
zo'r natijaga chiqqaningizdan keyin kuniga 2 mahal emas, bir haftada 1 marta, 2 marta o'sha natijani saqlab qolish uchun bemalol mashqlarni qilib yursangiz bo'ladi. Misol uchun, bitta narsada qizlar, bizani qinimizda mushaklar, mышцаlar joylashganda bizni qin mushaklari bilan ishlaymiz. Zallaga chiqilsa, tashqi mushaklar bilan ishlaymiz. Zallada sportchilar tashqi mushaklar bilan ishlab, nakachniy bo'lib, sog'lom bo'lib, chiroyli qomatga ega bo'lishadi. Bu yerda biz shu trenajyor orqali qin mushaklarini mustahkamlashga kirishamiz va zo'r, upugi, tor qinimizni sezuvchanligi zo'r, chotki, yaqinlikni zo'r qila oladigan, peshob ishlab tura olmasliklari umuman ketadigan, opушение matki, ya'ni bachadon tushishlari o'zi tabiiy yo'l bilan ko'tarilib ketadigan, hammasini shu trenajyor orqali qilsangiz bo'ladi. Ya'ni darslarni vaqtida qilib, protokolga amal qilsanglar, aytganimni qilsanglar, shunaqa zo'r bez operatsiya qininglarni toraytirib, prolapslarni, ya'ni tushishlarni ketkazsanglar bo'ladi. Va yana bundan har doim butun umr foydalanishimiz kerakmi? Bo'ldi, bitta qildik, bo'ldi, shu bilan zo'r bo'lib ketmaydimi deyishingiz mumkin. Shunaqa savol tug'ilishi mumkin. Yo'q. Bu tabiiy narsa, qizlar. Misol uchun operatsiya bo'lsa, lazer bo'lsa, qin toraytiruvchilar bo'lsa, bittada chotki effekt beradi, lekin vaqtinchalik. Bir umrga emas. Bu tabiiy narsa, sekin bo'ladi, lekin natijasi bir umr bo'ladi. Bir umr sizga xizmat qiladi. Bir umr qilib yurasiz. Misol uchun sportni ham tashab qo'ysangiz, chiroyli qomatingiz sразу o'sha ovqatlanishingiz o'zgarsa, sport bilan shug'ullanishingiz to'xtab qolsa, o'sha yana o'sha vес olasiz, yoqmaydigan joylaringizdan yog'laringiz yoki boshqa narsalar paydo bo'ladi. Shu chiroyli qomatda ushlab turish uchun doimo sport bilan shug'ullanish kerak. Natijani saqlab qolish uchun. Bu ham как bizani mushaklarimizni, toza osti mushaklarimizni sporti. Endi qaranglar-da, qizlar, ko'pchilik dangasa, ayollarimiz ko'pchiligi dangasa, o'sha tez ishlaydigan narsani qilsa-yu, qini qiz bolalardek torayib qolsa. Lekin bu hammasi mif. Bunaqa narsa bo'lmaydi. Siz qin toraytiruvchilar ishlatasizmi, lazer qildirasizmi, operatsiya qildirasizmi, hammasi vaqtinchalik. Men bot takrorlab aytaman. Chunki men shu o'zim shu sohada bo'lganim uchun, ayollar bilan ishlaganim uchun hamma shikoyat qilib keladi. Lazer qildirdim, 1 tiyin, operatsiya qildirdim 6 oydan keyin yana shu ahvol. Qin toraytiruvchilardan achishlar, qizarishlar, allergiyalar bo'lib ketdim. 200 ming so'mga olib 2 million xarajat qildim deyshadi. Endi qaranglar, qin toraytiruvchilar o'zi qanaqa ishlaydi? Ko'pchilik bilmas ekan, bu meni shamollashlarimi ketkazadi deb yurishar ekan. Yo'q, aslo unaqa emas qizlar. Naborot, sizda onkologическийlarni ham qo'zg'atib yuborishi mumkin. O'simtalar, ya'ni kista miyoma, eroziyalarni ham paydo qilishi mumkin. O'shaning uchun juda ham ehtiyot bo'lish kerak qizlar, chunki biz qin toraytiruvchilarni ichida, tarkibida nimalar borligini bilmaymiz. Misol uchun siz qin toraytiruvchi mahsulotlarni qiningizga qo'ydingiz, u bizani qinimizni birinchidan mikroflorasini buzib yuboradi, ikkinchidan qinimizni bitta sloyini shilib tushirganning hisobiga, ishib qolganning hisobiga 15 minutgina torlik hissini beradi. U ham partnyoringizga, ya'ni o'sha birga umr yo'ldoshingizga torlik hissini beradi. Siz hech nimani sezmaysiz. Как nima desa bo'ladi? Xurmo, pishmagan xurmo bor, yeysiz, og'zingiz karaxt bo'lib qoladi, taxir bo'lib qoladi, shunaqa holat bo'ladi. Siz maza qila olmaysiz, chувствительность vashsha o'lib qoladi. Eringiz maza qilishi mumkin 10-15 minut o'sha ham. Lekin ertasi kuni qichishlar, achishlar, qizarishlar, allergiyalar sizni bezovta qilishni boshlaydi. Qayerdan ham ishlatibman deysiz. Eng nozik joyingizga shu hech qayerda sertifikatlanmagan, tarkibida nima borligini bilmaysiz ham, o'shanani ishlatasiz va aziyatini o'zingiz chekasiz. Uni ichida ko'pincha achchiq tosh bor. Qin toraytiruvchilarning ichida achchiq tosh bu qinimizni quritib yuboradi va mikroflorasini buzib, bitta sloyini ko'chirib tushiradi. Shuning uchun bunaqa mahsulotlardan foydalanishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Shu achishish, qizarish, allergiya, lecheniyalarga tayyor bo'lsanglar, ko'zingizdan chitmaylarda ishlataveringlar. Keyin lazer. Уже dod deyishyapti ginekologlar ham, уже mana kosmetologlar hozir lazerlar qilishyapti, ko'p kosmetologlar, lekin u lazerni hech qanaqa foydasi bo'lmayapti qizlar. Lazer qildirasiz, u sizni shunaqa ishirib qo'yadi, lekin vaqtinchalik bo'ladi, hech nimani sezmaysiz. Undan keyin yana qanaqadir svecha shunaqalar yozib berishar ekan. U effekt yo'q qizlar. $200-300 kuygani qoladi.
man ham ishlatib ko'rganman, man ham qilib ko'rganman. Vaqtida man ham judayam dangasa bo'lganman. Endi u paytda men intim gimnastika borligini bilmaganman. Menga o'xshagan jon kuydirib sizlarga tushuntiradigan odam bo'lmagan. Bo'lgan bo'lsa ham men topa olmaganman va yechimini qila olmaganman. Shu lazerdan ham, qin toraytiruvchidan ham bitta operatsiya qildirmaganman. Hammasidan foydalanib ko'rganman, lekin natijasi nol bo'lgan. Endi lazer ham qildirdik deylik, lekin natijasi yo'q. Oldimga baribir kelasiz. Menga bo'lmasa boshqa intim gimnastikaga borasiz. Endi qaranglar qizlar, operatsiyaga keladigan bo'lsak, bu operatsiya bo'ldi, qildirdim. Mana shundoq bachadonimni tepaga ko'tarib, setka qo'ydi. Bo'ldi, men sog'lom bo'lib ketdim degan narsa yo'q qizlar. Misol uchun bachadoningiz o'zidan o'zi tushmaydi-da. Bizning qinimiz keng bo'lganning hisobiga, bu yerda mana bu torgina bo'lsa, bachadon tepada turadi-da, kengligini hisobiga og'ir ko'tarsak, ko'p o'tirsak, bu ko'p ovqat yesak, mana shunaqa holatlarda, juda ham ko'p holatlarda bachadonimiz tushadi. Endi bachadonni tepaga ko'tarish operatsiya amaliyotini qilsangiz, siz tepaga ko'tarib qo'yadi, mayli, lekin qiningiz o'sha keng bo'lib yotgandan keyin og'ir ko'tarib, boshqa qilganingizda, bu ko'p ovqat yeganingizda, o'sha protokoliga amal qilmaganingizda yana sekin-sekin tushib kelaveradi. Uning uchun baribir intim gimnastika bilan shug'ullanib, qiningizni toraytirib olishingiz kerak. Endi siz aytishingiz mumkin, men bachadonimni ko'tartirdim, endi qinimni ham toraytiraman, u muammo emas deyishingiz mumkin. Yo'q, shu eng katta muammo shu yerda. Chunki bizani ayollarni chувствительность juda ham yuqori, mana shu qinimizda bo'ladi-da, mana shu qinimizda. Qinimizda skladka bo'lib joylashgan bo'ladi, skladka bo'ladi. Bizni yaqinlikka kirishayotganimizda bu skladkalar xohishimiz yuqori bo'lganda, Bartolin bezlarimiz ishlab chiqarilganda, bu skladkalar o'sha partnyorimizning intim zonasi qanaqa katta kichkinaligidan qat'iy nazar moslashish xususiyatiga ega. Endi biz qinimizni operatsiya qildirsak, toraytirsak, misol uchun qaranglar, mana shuni bundoq tikib qo'yadi-da, tikib qo'yadi. Endi bizda chувствительность birinchidan o'ladi, sezuvchanligimiz umuman o'lib ketadi, orgazm his qilmaymiz, nima bo'layotganini ham bilmaymiz. Keyin cho'ziluvchanlik, elastikligi yo'qoladi. Misol uchun siz mana biz qo'limizni kesib olsak ham, o'sha kesilgan joyi bez bo'lib qoladi. Cho'zilmaydi ham, boshqa ham bo'lmaydi. Xuddi shunaqa qinimizda ham bo'ladi. Cho'zilmaydi, elastik bo'lmaydi va yaqinlikda juda ham ko'pchilikdan eshitaman, qiynalishadi. Ya'ni lubrikantlardan, o'zidan tabiiy smaska ajralmaydi. Chunki qinimizni nima desa bo'ladi, elastikligi yo'qolib, Bartolin bezlarimizni ishlab chiqmaydi. Tabiiy smaska ishlab chiqarmaydi. O'shaning uchun yaxshilab o'ylab ko'ringlar, operatsiya stoliga yotishdan oldin ham, qininglarni toraytirishdan oldin ham yaxshilab ketini o'ylab ko'ringlar va operatsiya bu yechim emas. Operatsiya qildirganinglardan keyin 40 kun er-xotin yaqinlik qila olmaysizlar, katta hojatga ham, kichkina hojatga ham turib chiqasizlar, chunki choklari bitishi kerak, o'tira olmaysizlar 40 kun. Gaz oldiga bora olmaysizlar, og'ir ko'tara olmaysizlar, juda ham ko'p ichinglar qotishi kerak emas, kalit bo'lishinglar kerak emas, kuchanishinglar mumkin emas. O'shaning uchun bu bitta tarafi. Ikkinchi tarafi operatsiya 15-20 milliondan u yog'i. Shu 15-20 million to'lab ham, lekin natija olmaganlar qancha? Operatsiya stolida o'lganlar qancha? Oyog'i ishlamay qolganlar qancha? Nerviga tegib ketib operatsiya paytida qo'li ishlamay qolganlar qancha? Komada yotganlar qancha? O'shaning uchun juda ham ehtiyot bo'linglar qizlar. Operatsiya bu hazilakam narsa emas. Har doim tanlov o'zimizning qo'limizda-da. Sog'lig'imizni vaqtinchalik narsalar bilan tiklash ham yoki-da tabiiy yo'l bilan bir umrga natijaga chiqish ham. Mana sizlarga xolis tavsiyam, tabiiy yo'l bilan sog'lig'ingizni tiklashingizni maslahat beraman. Chunki meni o'zim ham boshimdan o'tgan, har doim vaqtinchalik narsalarni ishlatib kelganman, to intim gimnastikani topgunimcha. Undan keyin shu intim gimnastika bilan shug'ullanib, u notabiiy, sifatsiz, natijasi vaqtinchalik narsalarga umuman o'rin qolmagan. Misol uchun menda sistitlar, kalpitlar, hidli ajralmalar kelsa ham lecheniya olardim. Lekin 1-2 haftadan keyin yana xuddi shunaqa holat takrorlanaveradi. Chunki lecheniya ham vaqtinchalik bo'ladi. Qachonki siz qiningizni toraytirmaguningizcha shu holat yana takrorlanaveradi.
Mana shu intim gimnastika bilan qiningizni toraytirib, genital tirqichlarni yopib, prolapslarni ko'tarib, jinsiy lablaringizni osilishini oldini olib, yo'qotib, qorayishlarni, tushishlarni, er-xotin munosabatlarida zo'r, sifatli yaqinlikka ta'minlab berishni xohlasangiz, faqatgina sizga intim gimnastika tabiiy yo'li yordam beradi. Endi qaranglar, ko'pchilik meni kurslarim haqida so'rashadi. Hozir kurslarim haqida ham ma'lumotlar berib ketaman. Nima, qanaqa o'rganiladi, necha hafta, qanaqa, hammasi haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Birinchi boshlang'ich kursimdan boshlayman. Boshlang'ich kursim o'zi kimlarga mo'ljallangan? Boshlang'ich kursimda mana bu avtorskiy trenajyor berilmaydi. U ko'pincha turmushga chiqmagan qizlarga, hali farzand ko'rmagan ayollarga mo'ljallangan. Siz aytishingiz mumkin, turmushga chiqmagan bo'lsa ham qin sohasida kengliklar bo'ladimi? Qorayishlar bo'ladimi? Jinsiy lablarning osilishi bo'ladimi deyishingiz mumkin. Da, albatta bo'ladi. Chunki biza qizlarimizni yoshligidan aytmaymiz, og'ir ko'tarma, peshobingni ushlab yurma. Kichkina bolalarni, kichkina o'zi 40 kilo qizlarimizga 15 kilo, 20 kilo bolalarni ko'tartirib qo'yamiz, ukalarini ko'tartirib qo'yamiz. Shu holatda ham qinda bo'shashlar yuzaga keladi va yeb ichayotgan mahsulotlari, oqsilga boy mahsulotlar yeb ichmaydi. Ko'pchilik farzandlarimiz ertalab tuxum yemaydi, go'sht yemaydigan bolalar bor. Faqat muchnoy shirinlik yeb katta bo'ladigan bolalar ham bor. Ularda ichi ham vaqtida kelmaydi, ichida defisitli mikro-makro elementlarning defitsitlariga to'lib ketadi va ota-onalar bunga e'tibor berishmaydi va shunaqa qizlarda turmushga chiqish arafasida qinida kengayishlar bo'ladi, jinsiy lablarda osilishlar bo'ladi, peshob ushlab tura olmaslik bo'ladi. Juda ham ko'pchilik qizlarimiz kelishadi. Voy Madina opa, turmushga chiqaman, endi nima qilaman? Erimga qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi deb kelishadi. Shunaqa holatga tushmaslik uchun mana shu boshlang'ich kursimizni tuzib chiqqanmiz. To'g'ri, turmushga chiqmagan qizlarga bunaqa trenajyor qiniga tiqib bo'lmaydi. Shuning uchun boshlang'ich kursimizda trenajyorsiz mashqlar to'plami bo'ladi. U kursimiz 1 oy davom etadi. 10 ta darsdan iborat. Kurs ichida sizga yopiq Telegram kanal ochiladi. Yopiq Telegram kanaliga 4 oy dostуп bo'ladi. 1 oydan keyin yana 4 oy u kursdan foydalansangiz bo'ladi. Chat bo'ladi. Hamma savollaringizga javob beriladi. 24/7 kuratorlar nazorati bo'ladi. Va vakuum texnikasi o'rgatiladi. Vakuum texnikasi qanaqa? Siz vakuum texnikasi orqali osilgan qorinlar, beldagi yog'lar, qabziyat, gemoroylarni tabiiy yo'l bilan sana olasiz, klizmalasiz, svechalasiz, bemalol bartaraf qilsangiz bo'ladi. Hammasini yo'l yo'rig'i ko'rsatiladi va ikkinchi tarifimiz Trenajyor Pro kursimiz. Bu oltinga teng kursimiz. Nimaga desanglar, bu kursimizning ichida sizlarga mana shunaqa komplektda mana shunaqa trenajyorlar beriladi. Mana shu sumkachasida beriladi. Bu avtorskiy pravaga ega, hech qayerda sotuvda yo'q trenajyor. Kurs ichida sizlarga bonus tarzda, sovg'a tarzida beriladi. Va kursim 2 oy davom etadi. 2 oy davomida siz bilan o'sha hamma sizdagi muammolarni ko'rib chiqamiz. Sababini, ildizlarini haqida hammasini ma'lumotlarni beraman. 24/7 hamma savollaringizga javob olasiz. Mendan boshqa hech kimdan emas, kuratorlar nazorati bo'ladi. Men o'zim gruppamda o'sha sizga yopiq Telegram kanal ochiladi. Kursga yozilganlarga o'sha yerda darsga tashlab boriladi. Bir haftada 2 marta darsga tashlab boriladi. O'zingizga qulay paytda kirasiz, darsliklarni qilasiz. Ertalab, kechqurun 15-20 minut vaqt sarflab va nimadir savollaringiz bo'lsa, o'sha yerda gruppaga yozasiz. Men savollaringizga hammasiga to'liq javob beraman. Aniq-tiniq qilib. Va kurs ichida o'sha trenajyor beriladi, vakuum texnikasi o'rgatiladi. Vakuum texnikasida osilgan qorinlar, beldagi yog'lar, qabziyat, gemoroylar tabiiy yo'l bilan ketadi. Va men kurs ichida 4 marta jonli efir o'tib beraman. Birga bir savol javob efirlari bo'ladi. 10 kunda bir haftada bitta bo'ladi. U jonli efirlar mabodo siz ma'lum bir sabablarga ko'ra jonli efirda qatnasha olmasangiz, zapislari bo'ladi. Bemalol zapislarni eshitib chiqsangiz bo'ladi. Va bir haftada 2 marta kuratorlar nazorati bo'ladi. Sizga telefon qilib, nima, qanaqa darslarni qilyapsizmi, nima muammolar bo'lyapti, nima savollar bo'lyapti, hammasi haqida nazorat bo'ladi. Va yana qizlar, meni kursimda nimaga ko'pchilik
zo'r natijaga chiqishadi. Birinchidan nazorat juda ham kuchli va nazoratni yana ham kuchaytirish uchun mana shunaqa trekker jadvalni ishlab chiqqanmiz. Buni ichini ochasiz. Bu mana mashqlarimizni ketma-ketlik bilan berilgan. Mana birinchi dars, ikkinchi dars, uchinchi dars, to'rtinchi dars hammasini yozib ketasiz. Va o'zingizni nazorat qilish yana ham qulayroq bo'ladi. Men kurslarim ichida отчет deb yozib qo'ygan akoshka qoldirganman. O'sha yerda har kuni qizlarimiz qilishayotgan mashqni отчет qilib topshirib turishadi. Men bilishim kerak, kim qachon darsni qilyapti. Nazorat bo'ladi. Onlayn degani bu sizdan bo'ldi, pulingizni olindi, bo'ldi, tashlab qo'yildi degan narsa emas bizda. Nazorat kuchli bo'lgani uchun ham sizlar tezroq natijaga chiqasizlar. Va yana kursimizning ichida 14 ta dars bo'lsa 2 oyga mo'ljallangan. 10 ta dars trenajyor bilan qilinadigan mashqlar to'plami va 4 tasi vakuum texnikasi, osilgan qorinlarni uy sharoitida ketkazish uchun mashqlar to'plami men o'zim ko'rsatganman va tug'ruqdan keyingi ko'kraklarimizning formasini to'g'rilash uchun uy sharoitida qilinadigan mashqlar to'plami va osankaga, ya'ni qaddi qomatimizga mo'ljallangan mashqlar to'plamini o'zim qilib ko'rsatganman. Bemalol uy sharoitida qiynalmasdan shu mashqlarni qilib zo'r natijaga chiqsanglar bo'ladi. Siz kursga bittada to'liq qilsangiz yoki ikkiga bo'lib to'liq qilsangiz, mana shunaqa bokslar boradi sizga. Bu boksni ichida nimalar bo'ladi? Mana boksni ochamiz. Birinchi navbatda trenajyorimiz, sog'lig'ingiz uchun mutlaqo bezarar. Intimniy kremimiz, Dubai mahsuloti. Intimniy kremimiz beriladi, feromonli, afrodiziyakli. Bu juda ham barakali krem, chunki ozgina ishlatsangiz ham gupirlab ketadi hidlari, shunaqa hidlari yoqimli. 3 xil hidli feromonimiz, bu juda ham ta'siri kuchli. Afrodiziyakli, shleyflari uzun feromonimiz, bu $200-300 atirlaringizni prosta yo'lda qoldirib ketadi. Buni ishlatgan qizlarimiz qayta yana zakaz qilib yotishibdi. Shuni o'zini. Buni biz kursimizning ichida bonusga beramiz. Va shunaqa trekker jadvalni ham beramiz komplektda. Endi offline kurs ishtirokchilarimga hozir ularni ham ketma-ketligini aytaman, qanaqa bo'lishini. Ularga ham shunaqa boks faqat ozgina o'zgartirish bilan beriladi. Va yana qizlar, shu bilan bo'ldi emas kursimiz, chunki bu kurs o'zini nomi bilan Magnit ayol deb nomlangan. Siz bu kursimizda nafaqat sog'lig'ingizni, toza osti mushaklaringizni tug'ruqdan keyin yoki yillar o'tib to'g'rilaysiz, balki er-xotin munosabatlarini ham mustahkamlashga kirishasiz. Oilaviy munosabatlarni mustahkamlab, oilaviy muhitni tubdan o'zgartirib, o'zingizni transformatsiya qilishga erishasiz. Va bu narsaga erishishingiz uchun biz juda ham katta zo'r kurs tashkil qilganmiz. Ya'ni .million kursi. Bu er-xotin munosabatlarini mustahkamlovchi, ehtirosli kechalarni ta'minlab beruvchi texnikalar bo'ladi. Bu erkakni hissiyotini uyg'otuvchi puber tochkani stimulyatsiya qilish yo'llari o'rgatilgan va SMSlar, ssenariylar, massajlar, har xil texnikalar, pozalar texnikasi, hammasi sizlarni sifatli yaqinlikka ta'minlashingiz uchun xizmat qiladigan texnikalardan iborat bo'lgan kursimizni bonus tarzda sizlarga beramiz. Kursimizning ichida, ya'ni Trenajyor Pro, trenajyorlik kursimizni, onlayn kursimizni ichida .million kursimizni bonus qilib beramiz. Intim massaj texnikasi, er-xotin munosabatlarini yaxshilovchi, mustahkamlovchi, ya'ni biz ayollarda mumkin bo'lmagan holatlar bor, yaqinlik qilish, o'sha paytlarda eringizni ko'nglini olish uchun intim massaj texnikalarini qilsangiz juda ham bu asqotadi va boshqa joydan mehr, e'tibor kutmaydi. Siz o'zingiz bilan nima xohlasa o'shalarni ola oladigan darajada erkagingiz sizga bog'lanadi. Bu texnikalardan kelgan va yana 21-asr Kama sutrasi, pozalarning texnikasi. Misol uchun ko'p qizlarimiz meni oldimga shalba qilib kelishadi. Erim xiyonat qilyapti. Yana bittasi bilan emas, har hafta boshqasi bilan deyshadi. Va sizga bu yechim eringiz zerikib qolmasligi uchun 21-asr Kama sutrasi, pozalarning texnikasi, ya'ni yaqinlik juda ham
sifatli o'tishi uchun, zerikarli bo'lib qolmasligi uchun mana shu pozalan texnikasidan foydalanib, ssenariylar to'plamidan foydalanib, SMS-da yanayam qaynoq ehtirosli kechalarni ta'minlab berish faqatgina o'zingizning qo'lingizda va bu bizani kursimizda kompleks beriladi sizga. Ham sog'lig'ingizni tiklaysiz, ham magnit ayol bo'lasiz, ham er-xotin munosabatlarini yana ham ehtirosli qilib, eringiz sizdan uzila olmaydigan magnitdek yopishib olishiga sharoitni qilib qo'yasiz. Endi offline VIP kursimiz haqida ma'lumot beraman. Siz aytishingiz mumkin, men juda ham dangasaman, kimdir tepamda niqtab turish kerak, qil shu darsni deb aytib turish kerak deyishingiz mumkin. Shunaqa bormikin deb xayollar ham surib o'tirgan bo'lishingiz mumkin. Albatta bor. Ya'ni offline zalga kelib, men bilan birga bir individualniy podxod bo'lib, hamma savollaringizni o'sha yerda o'zida javoblar olib, ayollarning klubi, energiya almashinuvi bo'lib, yaxshi zo'r kayfiyatda chiqib ketadigan klubimiz bor albatta siz uchun. Bu shahar qoq markazida, Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, metro Beruniy yaqinida yangi ozoda, toza, atmosferniy zalimiz tashkil topgan. Men o'zim shug'ullanaman siz bilan birga bir. Gruppada 8 tagina odam bo'ladi ko'pi bilan. Hammalarga individualniy podxod bo'ladi. 1 soat davom etadi darslarimiz, haftada 3 marta bo'ladi. Soatlarni keyin kelishiladi. Sizda bu kurs yana 6 oy muddatda saqlanib qoladi. 12 ta darsdan iborat 1 oy bo'ladi darslarimiz va kurs ichida sizga har doimgidek trenajyor beriladi. Mana shunaqa boks beriladi. Buning ichida nimalar bor? Buning ichida har doimgidek ko'chada mutlaqo sotuvda yo'q avtorskiy pravoga ega trenajyorimiz bo'ladi va feromonimiz bo'ladi, 3 xil hidlik. Mana shunaqa bizda intimniy krem o'rniga offlaynga kollagen qo'shganmiz. Amerika mahsuloti kollagen firmaniki juda ham ta'siri yuqori. Bu kollagenni homiladorlar ham, emizuklilar ham, kista miyomasi borlar ham ichsa bo'ladi. Bemalol shu kollagen orqali natijaga chiqsangiz bo'ladi. Kollagen o'zi sochlarga, tirnoqlarga, bo'g'imlarga, hammasiga juda ham zo'r ta'sir qiluvchi natijaviy kollagen hisoblanadi. Mana shu ayniqsa mana shu peptidli kollagen, Amerika kollageni. Men shuni bonusga beraman kurs ishtirokchilarimga offline, ya'ni zalga kelib shug'ullangandagi va albatta trekker jadval. Hammasi shu kursim ichida. Bu kursim ichida yana sanab o'tgan hamma bonuslar beriladi. Tochka na million kursi, intim massaj texnikasi, 21-asr Kama sutrasi va yana kursimizning ichiga bonusga onlaynga ham, offlaynga ham psixologimizning oliy ma'lumotli 2 ta diplom sohibasi, 4 yillik tajribaga ega Muqaddas Erkinovnani taklif qilganmiz. Ular onlayn kursimda, trenajyor pro kursimda bitta jonli efir o'tib beradilar, savol-javob efiri, hamma temada gaplashiladi. 18+ bo'ladimi, oilaviy munosabatlar bo'ladimi, bolalarning tarbiyasi bo'ladimi, qaynona kelin munosabatlari bo'ladimi, hammasi haqida ochiqchasiga gaplashamiz. Va offline, ya'ni zalga kelib shug'ullanadiganlarga bir kun bitta dars trening o'tib beradilar. Kelib ochiqchasiga suhbat bo'ladi, zalda trening bo'ladi. 12 ta dars bo'ladi, 11 tasini men o'zim o'tib beraman, 12-chisi psixolog bilan jonli uchrashuv bo'ladi. Va yana qizlar, premium tarifim ham bor. Bu bilasizlar, ko'pchilik biladi, men o'zimning shaxsiy zalim bor. Bemalol 2-3 ta odamga ham o'tsam bo'ladi. Shunaqa ayollar bor, katta ishda ishlaydigan, знаменитый, taniqli ayollar bor. Yosh katta bo'lib ko'pchilikdan uyaladigan, holatidan uyaladigan ayollarimiz ham bor. Ularga individualniy bo'ladi. Ko'pi bilan 2-3 ta ayol bo'ladi yoki bitta ayolga ham o'taman dars. Ular bilan individualniy podxod bo'ladi. Endi narxlari ham o'sha o'ziga yarasha. Va ular bilan bittaga bitta shug'ullanamiz. Har bitta savollarga o'tida javob beraman, nima, qanaqa va natijaga chiqishlariga 100% emas, 200% yordam beraman. O'zi hamma kurs qatnashchilarimga 100% emas, 200% natijaga chiqishlariga yordam berib, chunki bu yerda bizani katta mehnatimiz yotibdi.
siz ham harakat qilib, men ham harakat qilsak, 50-50 ishlasak, zo'r natija bo'ladi. Misol uchun, men bor bilimlarimni beraman sizlarga. Lekin sizlarda andacha bo'lmasa, darslarni vaqtida qilmasanglar, protokolga amal qilmasanglar, u natijaga chiqishinglar sekinlashadi faqat. Natijaga chiqmaysizlar deya olmayman. Natijaga chiqishinglar sekinlashadi. Bir ayol keldilar oldimga, yoshlari katta, Madinaxon Sirdaryodan qatnadilar. Madinaxon, men sizni oldingizga kelgunimcha siyib qo'ydim dedilar. Menga bu juda ham yomon ta'sir qildi, chunki ayollar, mana men o'zimdan ham bilaman, onamlardan, buvimlardan ham bilaman, butun yoshligimizni, sog'lig'imizni, kuchimizni oilamizga, farzandlarimizga bag'ishlaymiz-da, lekin o'zimizga kelganda sog'lig'imizga oxirgi o'rin bo'ladi. O'shaning uchun bu ayol o'zlariga juda ham to'qli, puldan umuman muammo yo'q, lekin o'zlariga qarashga vaqtlari yo'q. Va shuni orqasidan mana shu yetib kela olmaydigan bo'lib, siyib ham qo'yganlar. Aytadilar, "Sharmanda Madinaxon, yaxshi ham zapas kiyimlar olgan ekanman" dedilar. Keldilar, qatnashdilar, 50-55 yosh edilar adashmasam. Qatnashdilar va 6-darsi o'zidan shunaqa zo'r natija oldilar. Madinaxon, Alloh rozi bo'lsin. Hozir umuman peshobim chiqib ketmayapti, tualetga borsam keyin kelyapti. O'shaning uchun hammasi o'zingizlarning qo'lingizda. Yana bitta ayol borlar, ular operatsiya ham qildirganlar, qinlarini ham toraytirganlar, lekin natija umuman bo'lmagan. Mana shu kursimga ishonib ishonmasdan qatnashdilar, lekin hozir juda ham zo'r. O'zlari rasmga ham olib yubordilar, do'posli holatlari. Вообще shokka tushasizlar. Shu nahotki shu tabiiy yo'l bilan deysizlar. Da, tabiiy yo'l bilan shunaqa qilsa bo'ladi. Er-xotin munosabatlari kuchayib ketib, 50 yoshda, yo'q, 52 yoshda adashmasam, 50 yoshdagilar ham bor. 52 yoshda Vyetnamga sayohatga ketishgan. O'shaning uchun, voy, meni yoshim o'tdi yoki men hali yoshman degan narsa yo'q. Kimnidir organizmi 24 yoshida ham 50 yoshlikni organizmidagi bo'lib qoladi. Qin mushaklari kimnikidir 50 yoshda 24 yoshlik bo'ladi. O'shaning uchun hammani organizmi individual. Men hali yoshman deb yurishingiz bu juda ham katta xato. Shunaqa yosh qizlarni ko'raman, 50-60 yoshli ayollardan ham ujus holat. Ujus, prosta ujus. Tushib ketgan, qorayib ketgan, osilib ketgan. Juda ham holat og'ir. Shunaqa 50 yoshlilarni ko'raman, holati yaxshi, lekin peshob ishlab tura olmaslik bor. O'shani to'g'rilasa juda ham ideal bo'ladi. O'shaning uchun har doim o'zimizning ustimizda ishlashimiz kerak. Men yoshman, meni yoshim o'tgan, endi foydasi yo'q degan narsa yo'q. Harakat qiling, zo'r bo'ladi. Peshob yaxshi chiqara olmaysiz, yetib ham bora olmaysiz, belingizda og'riqlar bo'ladi, yurishingizda diskomfort bo'ladi. Bunaqa holatingizdan keyin, qiningizda ko'cha muammolar bo'lgandan keyin eringiz, конечно, yurib ketadi. Siz xafa ham bo'lmang, bu erimga shuncha yoshligimni, umrimni, sog'lig'imni bag'ishladim, u yurib ketdi deysiz. Yurib ketadi-da, erkak kishiga faqat shu narsa kerak. Ko'p hollarda siz energiya bera olmasangiz, normalniy yaqinlikni bera olmasangiz, sifatli yaqinlikni bera olmasangiz, u ketadi. Erkak kishilar bu qon-qoniga singib ketgan ayollar bizni oila parvarimiz, mayli ertaga bo'lib qolar, bugun bo'lmasa indinga bo'lib qolar, o'ziga kelib qolar, yaxshi bo'lib qolar, 1-2 bo'lib qolar deb chidaymiz, lekin o'zimizdan tashlab qo'yganimizdan keyin, bitta ishga yaramaganimizdan keyin erkak kishi ketadi. O'shaning uchun hozir siz eringizni xiyonatida tutib olmasligingiz uchun, eringizni xiyonatidan tushkunlikka tushib, boshqa narsalar bo'lib ketmasdan, sirazi o'sha holatingiz og'irmi, tahoratingiz ushlolmayapsizmi, tahorat olayotganingizda qo'lingizga nimadirlar ilinyaptimi, yaqinlik paytida paq-puq ovozlar chiqyaptimi, даже eringiz ham qani Samarqand darvoza kengayib ketgan, g'or bo'lib ketgan deyaptimi, уже sizga para, уже harakatingizni qilishingiz kerak. Birinchi navbatda sog'lig'ingiz. Bu Allohim tomonidan omonat berilgan sog'lig'imiz. Boshqa narsalar tursa-anta, to'yga xarajat qilishingiz, tilla olishingiz, kiyim kiyishingiz, ko'ylak kiyishingiz, makiyaj qilishingiz hammasi vaqtinchalik ular. Sog'lig'ingiz bo'lmasa hech nima tatimaydi. Shuni esingizdan chiqarmang. Bir kuni meni oldimga bitta ayol keldilar konsultatsiyaga. Aytibdilar, 5 ta farzandim bor. Uydan ko'chaga chiqmaganman, erimni ruxsatsiz biron narsa ish qilmaganman, faqat uy joy bola chaqa bilan o'tirganman. Lekin men erimga shunaqa darajada ishongan edim, o'zimga ishongandek darajada ishongan edim, lekin men erimning xiyonatini bilib qoldim. Yana bilasizmi kim bilan dedilar.
Kim bilan desam, qo'shnim bilan. Mani uyimga kirib chiqadigan, qaynonamni uyiga kirib chiqadigan ayol bilan xiyonatni bilib qoldim. Men Allohga kifoya qilib qo'ydim. Erim aytayapti, mani kechir, men unaqa qilmadim, bilmadim, anaqa qildi, bilmay qoldim deb rosa afsusda. Lekin mashtimdagi ko'nglim o'sha qolib ketgan. Men 5 ta bolani tug'ib bergan bo'lsam, uydan ko'chaga chiqmagan bo'lsam, aytganni aytgan, deganni degan qilgan bo'lsam, nimaga menga shunaqa muomalada bo'lyapti? Nimaga menga shu narsalar kelyapti deyapti. Keyin men ularga aytdim. Siz misol uchun aytishimiz mumkin, men ham o'zim ham bir paytli uy bekasi bo'lganman, lekin o'shanda tushunib yetganman, uy bekasi bo'lgan ayollarning hech qachon qadri bo'lmaydi. To'g'risini aytaman, qadri bo'lmaydi. Uyda o'tiradi, qayerqa ham ketadi, nima ham qila oladi, 5 ta bolasi bor deb, endi insofli erkaklar ham bor, ayolning qadriga yetadigan, tushunadigan, lekin insofsizlari ham bor. Guruch qurmaksiz bo'lmaydi, bunaqalar ham tiqilib yotibdi qizlar. O'shaning uchun o'shanaqa narsa sodir bo'lmasligi uchun, o'zingizning qadringizga achinmasligingiz uchun, ko'nglingiz qolib ketmasligi uchun hozirdan harakatga kirishinglar. Eringiz xiyonatini kutmang. Birinchi navbatda o'zingiz sog'lig'ingiz haqida o'ylang. Nechta ayol bor, mana bunaqa deyshadi. Voy, erim uchastka qilish kerak, erim ishlari yurishib ketish kerak, hozir o'zi bolalarimizga shuncha pul to'laymiz, unaqa edi, bunaqa edi deb sog'lig'i o'tib ketadi. Keyin aytishadi, bitta qo'shnim bor edi, eri rasi gurkurab ketdi-da, uchastka qurdi, boshqa qildi, o'zini sog'lig'i haqida o'ylamadi-da. Keyin o'sha komaga tushib o'lib qoldi, operatsiya qildirayotganda. Hozir o'sha dang'illama uchastkasida o'sha ikkinchi xotin yashayapti, bolalari ham yetim bo'lib qoldi deyshadi. Mana shu sizga dars bo'lmadimi deyman. Siz qachon o'ylaysiz o'zingizni sog'lig'ingiz haqida deyman. Ha, to'g'ri aytasiz. Shuni ko'rib turib ham o'zim sog'lig'im haqida o'ylamayapman de. Nima qilsam bo'ladi? O'zimni shu oxirgi o'ringa qo'yaman deyshadi. Endi qaranglar-da, sizlar aytishinglar mumkin. Erim pul bermaydi, gul bermaydi, e'tibor bermaydi, ko'nglimga qaramaydi deysizlar. O'ylab ko'ringlar, siz o'zingizni ko'nglingizga qaramasangiz, nima xohlayotganingizni bilmasangiz, e'tibor bermasangiz, tashqaridan nima kutasiz? Siz qachonki o'zingizni sog'lig'ingizga e'tibor bersangiz, nima xohlayotganingizni bilsangiz, sog'lig'ingiz haqida o'ylasangiz, o'zingiz ustingizda ishlash haqida, krugozoringizni, dunyoqarashingizni kengaytirish haqida o'ylasangiz, eringiz ham voy bu boshqacha bo'lib qoldi, o'ziga qaryapti, investitsiya qilyapti deb sizga boshqacha munosabat bildirishni boshlaydi. Ko'pchilik ayollarimiz bilishmaydi operatsiyani natijasini, bo'ldi operatsiya qildirib olaman, zo'r bo'lib ketaman deb o'ylashadi, lekin shu yerda juda ham katta xato qilishadi. Hozir даже ginekologlar operatsiya qildirmagan deyapti, intim gimnastika bilan shug'ullangan deyapti. Chunki natijasini shu ko'rishyapti. Tabiiy yo'l bilan zo'r natijaga chiqsa bo'lishini. Va operatsiyalar hozir juda ham qimmat, 15-20 million. Mayli, 15-20 millionni sog'lig'imiz uchun topamiz, lekin undan natija olmasak, tig'i tegiga narkoz qildirganimizda bir tiyin bo'lsa, nima keragi bor sog'lig'imizni bekorga ketkazib. 15-20 million havoga uchadi. O'zingizni qiynalganingiz, o'tira olmaganingiz, yaqinlik qila olmaganingiz, katta hojatga ham, kichkina hojatga ham turib chiqishingiz, ichingiz qochish kerak emasligi, mana shular hammasi o'zingiz uchun minusga ishlaydi. Keyin lazerlar 200-300 dollardan. Natijasi umuman 0. Qantoraytiruvchilarni aytmasa ham bo'ladi. Mayli siz arzon deb sotib olishingiz mumkin, lekin uni sotib olganingizdan keyin ko'cha muammoli 200 ming so'mga sotib olib 2 millionga lecheniya qilishingiz mumkin. MCL kreslosi ham. MCL kreslosi вообще mif, bu bo'lmagan narsa qizlar. Bitta seansi 500 ming ekan, 10 ta seans olish kerak ekan 5 million. Bu ham vaqtinchalik qizlar. Aldanmanglar, eng zo'r natijalisi intim gimnastika tabiiy yo'l bilan. Tig' ham tegmaydi, dori-darmon ham qilmaysiz. Qatnamaysiz ham, uydan turib onlayn qatnashsangiz ham bo'ladi. Agar xohlasangiz, menga kimdir nuqtab turish kerak desangiz, offlaynga keling, zalda mazza qilib shug'ullanamiz. Agar siz ham sog'lig'ingizni tabiiy yo'l bilan bezoperatsiya, qantoraytiruvchilasiz, lazerlasiz, yana bir ikkita vaqtinchalik ishlaydigan narsalarsiz tiklashni xohlasangiz, tig'i tegiga yotishni xohlamasangiz, narkozni olishni xohlamasangiz, tabiiy yo'l bilan toza sohangizdagi muammolarni bartaraf qilishni xohlasangiz, bemalol meni kurslarimga qatnashib, sog'lig'ingizni, er-xotin munosabatlaringizni, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni
ilmingizni bilimingizini oshirmoqchi bo'lsangiz bemalol kurslarimga qatnashsangiz bo'ladi. Pastda silkani qoldiraman. Kurslarim haqida ma'lumot olish uchun ism, nomeringizni yozib qoldiring. Menejerlar siz bilan bog'lanib, to'liq ma'lumotni berishadi. Narxlari qanaqa, hammasi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz.